Dizel Master obunachilar, bizni kuzatib borgan do'stlarimiz 20-aprel kunida turibmiz. Hammalaringizga Allohim yorug'sin, xitoyliklar musulmon bo'lsin. Aldanov Seriya akam olg'a, So'hrob akam, Xudoyqulov So'hrob akam loyishdan bugun tug'ilgan kuni muborak bo'lsin. Jigarlarim, meni ham tabriklashingiz mumkin. Bugun to'yim bo'lganiga 19 yil bo'libdi. Ishlar davom etyapti jigarlarim. Apparatchamiz kelgan ikkita jigarlar. Ikkita to'rttalik yana bugun keldi. Kecha ham ikkita to'rttalik kelgandi, bitta havomiz kelgan. Xudo olsa Allohim qodir qilsa chiroyli qilib remont qilib beramiz. Safar Murod akam kelgan. Akam o'zlari videoga xohlamadi. Farsunkalar yechib olib kelgan. Sal ozgina noyob rasprettel turgan ekan. Allohim qodir qilgancha qo'ldan kelgancha tovib berdik. Eskilarni berib yuboryapmiz mana. Eskilarni berib yuboryapmiz, yangilarni qo'yib beryapmiz. Alakbar ukajonim, hamma biz obunachilarga salom deb qo'yamiz. Allohim qodir qilsa, ukam yaqinda Oqdaryo tumani Loyishdan betonkadan 24 soatlik ishxonamiz ochiladi. Studentlar hammasini tayyorlayapmiz. Alakbar xudo olsa bo'ladi. Jovlon ukam boshchiligida qarab qo'ying kameraga. Sag'izda gap ketyapti. Jovlon ukam boshchiligida bo'ladi. Jovlon o'zingni ham olib qo'y ukajonim, iltimos. Ukamni sen deyman, chunki juda ham yaqin ukam. Uchqun ustozning ukasi bo'ladi. Xudo olsa nasib qilsa, qo'ldan nima kelsa harakat qilamiz chiroyli remont qilib berishga. Faqat duolaringizga har doim muhtojmiz. Allohim oldilaringizda yuzingizni yorug' qilsin jigarlarim. Oilaviy sog'lik buyog'i bo'laveradi.